Allohimga hamdlar bo'lsinki, bandalar orasidan tanlab olib, bugungi shu paytda, shu soatda o'ziga ibodat qiladigan bandalar qatorida qilib qo'ydi. Bu ulug' ne'mat. Xudo bu ne'matni bizni oxirgi nafasimizgacha olib qo'ymasin u bizdan keyingi avlodlarimizni davri qiyomatgacha o'ziga ibodat qiladigan, Allohga shirk keltirmaydigan, Allohning haqiqiy muxlis bandalaridan bo'lib davri qiyomatgacha keladigan avlodlarimizga ibodat qilishlikni nasib aylasin. Bugun asr namozidan keyin bir jamoatimizdan hoji bobomiz bir taklif qilib qoldilar. Takliflari shundan iborat bo'ldiki, bir shu darsliklar orasida, suhbat orasida bir kun mana shu kitobdan, bir kun haligi fiqh usullaridan, hidoyadan bir suhbat qilib tursalar ham yaxshi bo'lardi. Chunki o'sha namoz inson tahorat qiladi, tahorat ilmini bilishlik kerak, namoz o'qiydi, namozni farzlari qaysi amallardan iborat, vojiblarini nechta, sunnati qaysi. Chunki hukamolar shariat asosi 3 tadir deydilar. Birinchisi, bir ishni qilmoqchi bo'lsangiz, qiladigan ishingizni oldin ilmini biling deyapti. Uni ilmini bildingizmi, unga amal qiling deyapti. Unga amal qilmoqchimisiz, ixlos bilan qiling deydi. Hozir masalan tahorat masalasida ko'pchiliklarimiz shu ko'rganlarimizni qilib kelyapmiz xolos. Lekin tahoratda mana bu amali nima? Masalan og'iz chayqash nima, burunga suv tortish nima? Bitta ikkitasini bilamiz, lekin 13 ta sunnatini aytib bera olmaymiz. Birma-bir aytib bera olmaymiz sunnatini. Farzini biladigan bo'lsak, uni mustahablarini bilmaymiz yoki makruhlari nimalardan iborat. To'g'ri taklif, Xudo xolasa biza shu birodarlarimiz bilan, imom domlamiz, ustozlarimiz bilan yana bir maslahatlashib, inshaalloh shu masalani ham yo'lga qo'yamiz inshaalloh. Bu yaxshi taklif. Alloh taolo hozir imkon berib turibdi sizni bizlarga mana shu dinimiz ahkomlarini, dinimizdagi kitoblarni o'qib berishlikka imkon berib turibdimi? Shuni o'zi katta baxt. Katta ne'mat bu. Buni qadrini bilish kerak. Chunki kechagi kundagi holimizdan bugungi kunimiz albatta bilim bilan o'zgarishli kerak. Kecha ham aytdim, mana shu yosh yigitlarga sizlarni mana shu aytilinayotgan suhbatlardan ota-onaga bo'lgan munosabatinglarni yaxshi tomonga o'zgarganligini farzi ota-ona his qilish kerak, bilish kerak. O'zgarish bo'lmasa bo'lmaydi. Inson o'zini o'zgartirmaguncha Xudo taolo uni holatini o'zgartirmaydi. Shundan buni diqqat bilan eshitish kerak, buni o'rganish kerak. Erta bu hayotimizda bizlar uchun o'ta najot manbaiga aylanishligi aniq. Ertaga shu eshitganlarimizni birorta bir birodarimiz yo bir tanishimiz yo jiyanimizga aytib bersa, to'xta, bunaqa ishni qilmagin. Bu muomalang, ota-onangga qilayotgan bu muomalangdan Xudo rozi bo'lmaydi. Bu muomalang seni ota-onangga oq bo'lishingga sabab bo'lib qoladigan bitta narsani aytib qolsak ham, shoyatda endi bir inson bir xatosini tuzatsa, muomalasini tuzatsa, inshaalloh biz uchun ajr. Chunki Hazrati Aliga aytgan gaplari, ey Ali, Alloh taolo seni sababingdan bir insonga hidoyat berishligi qizil tuyalarni podasiga egalik qilganingdan ham ko'ra yaxshiroqdir deganlar. Shunaqa ajr bo'ladi, savobi juda katta bo'ladi. Hidoyat Xudodan, u katta bir olimni gapi bilan hidoyat topmagan inson, oddiy bir insonni namozxonni gapi bilan hidoyat. Agar hidoyatning vaqti kelib qolsa, ichganmiz. Alloh taolo o'shani to'g'ri yo'lga solaveradi. Rasulullohning davrlarida qancha insonlar Rasulullohga qarshilik qilib o'tganlaridan keyin attang afsus qilib qolib, sahobiylar qo'lida iymonga kelishligiga sabab bo'lgan. Shuning uchun amr ma'ruf, nahi munkar shariatimizda farz, 40 ta farzni ikkitasi, uni hammamiz yelkamizda uni mas'uliyati bor ekanligini unutmasligimiz kerak. Bismillahirrohmanirrohim. Kechagi kelgan so'zimizni, suhbatimizni davom ettiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Oyati karimada
ikkovlariga mehribonlik ila hokisorlik qanotingni pastlat va Robbim alar meni kichiklikda tarbiya qilganlaridek ularga rahm qilgin deb duo qilgin deyaptilar. Alloh taolo biz farzandlarga keksaygan ota-onamizni haqqiga qandoq duo qilishlikni ham o'rgatib qo'yapti. Oyatida xabar beryapti. Robbirhamkuma kama robbayani sag'ira. Ey Robbim Alloh, men go'dakligimda ota-onam menga mehribon bo'lganlaridek keksalik paytlarida ularga o'zing mehribon bo'lgin deb duo qilgin deyapti. Kimimiz eslaymiz bizlarga qilgan rahmini? Qani aytingchi? O'sha rahm emasmi bugun bizlarni savlatda o'qib yurishligimiz? O'sha rahm emasmi bizlarni voyaga yetkazib qo'yganligi, yedirib ichirishga? Hammasi ana shu ota-onamizning rahmi sababidan, bizlarga mehribonligi sababidan voy. Chunki hayoti dunyoda bolasini tug'ib tashab ketayotganlar qancha, tashab ketganlar qancha ko'p-u. O'shalarning bittasi bo'lish ehtimoli bor edi, lekin Alloh taolo bizlarni saqlab, ota-onamizni bizlarga nisbatan qalbiga mehr solib qo'yganligi uchun bizlar voyaga yetib alhamdulillah shu mehr ostida katta bo'ldikmi? Endi keksaygan paytda biz u mehrni har qancha harakat qilmaylik, bera olmaymiz. Qo'limizdan kelmaydi, unaqa mehrni biz qaytara olmaymiz. Xizmat qilib qaytara olamiz. Mumkin emas. O avvalgi darslarimizda o'sha aytilgan hadisda hech bir farzand ota-onani haqqini ado eta olmaydi, magaram bitta yo'l bilan mumkin. Ota-onani birov qul qilib, sotib olib, qul qilib ishlatayotgan bo'lsa-yu, o'sha qul qilib ishlayotgan ota-onani farzandi o'sha hojasidan ota-onani sotib olib qulchilikdan ozod qila olsagina haqqini ado qiladi deganlar. Boshqa yo'l bilan mumkin emas deganlar. Har qancha qilib qo'ymaylik, har qancha xizmat qilmaylik, u bizlarning minnatimizga qilyapman-ku degan gapimizga arzimaydi. Hatto o'shaligi Umar ibn Abdulazizdan onamni 7 yildan beri Yamandan hajga olib kelaman, tavof qildiraman, ko'tarib olib kelaman, tavof qildiraman, ko'tarib olib ketaman, haqqini ado qildimmi deganlarda bir kechasida turib senga ko'krak tutganligini ado qilibsan xolos deganlar. Endi aqlga solib ko'raylik. Qaysi xizmatimiz bilan bizlar ularning haqqini ado qilib qo'yishimiz mumkin. Lekin ota-onaga qilingan niyat, ota-onaga qilingan niyat hayoti dunyoda amalimizni barakotli bo'lishiga sabab bo'ladi. Mana bir ikkita birodarlarimiz guvoh, hozir yarim soat oldin vodiydan bir yigit telefon qilib, yig'lab telefon qilyapti. 4 ta aka-ukamiz juda ham qiyinchilikda katta bo'ldik deyapti. Hatto onamlar bir narsani pishirib berdi, angla olmay qoldim. Har holda oppoq Qozog'iston uniga bo'lgan non haqida gapirmayapti. Hatto shuni pishirib berishgacha majbur bo'lganlar yo'qchilikdan. Juda qiyinchilikda katta bo'lganmiz. Bir yo'limiz o'sha Yevropaga tushib ishlab, karantin paytiga to'g'ri kelib qoldik. O'sha joyda mehnat qilib kecha kunduz Xudodan so'radim, Parvardigor, meni ishimga rivoj bergin. Dadamlar meni qiynalib boqdilar, shundoq ja to'kin qilib ham qiynalib boqdilar. Dadamlarga bitta mashina olib berishga menga mablag' bergin, duo qildim. Karantin paytida Xudo taolo ishimga shunaqa rivoj berdi dedi, bitta mashinani pulini ishlab dadamga mashina olib berdim. Endi yig'lab duo qilyapti, duo so'rayaptiki, duo qiling ustoz, hajga niyat qilib qo'yganman, hajga olib borishimni nasib qilsin deb. Mana yarim soat bo'ldi. Birodarlar, ota-onaga shu narsani qila olmagan taqdiringizda ham agar shuni niyat qilsangiz, uni ajrini beraveradi. O'shani olib berganligini savobini yozaveradi. Endi Alloh taoloning odati sinash, qani beraychi, shunga ishini rivojini beraychi, aytanida turarmikin, rostdan otasiga berib qo'ydi. Shayton endi kelib ig'vo qiladi bu yerda. Mavzudan chetga chiqmaylik. Ularga deydi Alloh taborak va taolo ikkovlariga mehribonlik ila hokisorlik, ya'ni har qancha xizmat qilmaylik, ularni oldida hokisor tutishligimiz kerak ekan. O'zimizni shunaqa past tutishligimiz kerak ekanki, kecha kunduz xizmatlarni qoyillatib qo'yganimizda ham bundoq emas, qilyapman-ku, bundan ortiq yana nima bo'lishi mumkin, nima qilib berish mumkin degandek o'zini tutmasin ekan. Qancha qilgan bilan qila olmayapman-da, bundan oshig'ini qila olmayapman-da, qo'limdan kelmayapti deb inson ota-onaga qilayotgan xizmatini hokisorlik bilan qilsin deyapti. Bu minnat haqida xayolga ham keltirish kerak emas.
Xokisorlik past tutish kerak har qanday holatda. O'sha holatda xokisorlik ila o'zingni past tutib, Robbim ular meni kichikligimda mehribon bo'lganlardek keksalik chog'larda o'zing mehribonlarimni duo qiling. Farzand ota-onaning huzurida o'zini qanchalik xokisor tutsa, shunchalik yaxshi. Mayli kibr o'zi durust emas. Kibr umuman durust emas. Misqolcha kibri bor inson jannatga kirmaydi deganlar. Shayton nima bo'ldi kibr bilan? Abu Lahab nima bo'ldi kibr bilan? Abu Jahl, Firavunlar nima bo'ldi kibr bilan? Hammasi do'zaxga ketdi. Kibr durust emas. Lekin farzand ota-onani oldida qanchalik o'zini past tutsa, xokisor tutsa, mana shu ikki dunyoyimni taqdiri, yaxshilik kaliti shu zotlarni qo'llarida deb ota-onaga qancha qilgan bilan ularga muhtojligini his qilsa, shunchalik yaxshi ekanligini aytibdilar. U o'z rahmatini xokisorlik ila ota-onasiga pastlatib poyandoz qilsa ham oz. Shu bilan birga doim ularga Alloh taolodan rahim, shafqat tilab duo qilib turishligi ham lozim. Avval ham ta'kidlab o'tganimizdek, ota-onani hurmatlash, e'zozlash masalasida hech bir tuzum yoki tarbiya vositasi islomga teng ham, yaqin ham kela olmaydi. Islomga yaqin ham kela olmaydi. Uni islomni amalga, hayotga tatbiq qilishada tursin, ota-onaga farzandlarni qiladigan muomalasida islomchalik to'g'ri tarbiya beradigan joy yo'q. Haligi Tailanddamikan vallohu alam, endi dinsizlar va g'ayri dinlar va shaharni zo'r o'sha qavat etajli uylarda yashar ekan, ko'rkam joylarda yashar ekan. Musulmonlar bir shahardan chekkaroq joylarda panapas ham oddiy bir bostirmalar ostida yashar ekan. Hozir shuni aytayaptiki, o'sha shaharda yashayotgan boyvachchalar, o'sha dinsizlar musulmonlar yashayotgan mahallalardan kelib yer olib o'sha joyga ko'chib kelib yashayapti deydi. Ha nimaga shunday joyga tashab kelib yashayapsizlar? Bu yerda nima bor axir? Hech qanaqa sharoit yo'q-ku desa, bizga sharoit kerak emas. Bizlarni farzandlarimiz, sizlarni farzandinglarni singari ota-onaga hurmat qilishlikni sizlarni farzandingizdan o'rgansin. Islomdan bilsin deb, ular shu farzand kelajagini o'ylab, o'zini keksalik paytda xor bo'lib qolmasligini oldini olish uchun hozir o'sha musulmonlar yashayotgan umuman sharoitga ega bo'lmagan joylarga ko'chib yashashga majbur bo'lyapti. Ularni olib kelayotgan narsa nima? Ularni bu joyga islom odobi birodarlar. Islom bundoq o'ylab qarang, qaysi bir mavzuda bo'lmasin, faqat yaxshilikka buyuradi. Nimaiki, u xo tugmaday bo'lsin, u xo tuyaday bo'lsin, yaxshilikmi u islomdandir. Yomonlik u tugmaday bo'lsin, xo tuyaday bo'lsin, u islomdan tashqarida. Hammasini bunda aql tarozida ko'rsangiz, islomning hamma amali go'zal. Har bir sohada o'zini xolis, to'g'ri ko'rsatmasini beradi. Qaysi bir narsa oq bo'lsa oq deydi, qaysi bir narsa qora bo'lsa qora. Haligi aralashtirmaydi. Haligi tumsoq ucharmish. Kim aytdi desa, xo'jayin uchadi pastroq deydi-ku, unaqa narsa yo'q. Islomda unaqa narsa yo'q. Oqmi oq, qorami qora. U kimga yoqadi, kimga yoqmaydi, uni muammosi. Islommi emas. Yoqmayaptimi? Demak, shu bir haq gap yoqmayaptimi? Sen o'zingni tuzatgin. O'zingni o'sha haqqa hozirlagin. Qalbingni, ruhingni hozirlagin. Demak, sen qila olmayapsanmi shu narsani? Hamma ayb o'zingda. Hamma kasallik o'zingda. Fi qulubihim marazun fazadakum. Ularning qalblari kasaldir deyapti. Xudo taolo kundan kunga u kasallikni ziyoda qiladi. Nega haqqa yurmagan? Bu kofirlarning sifati bu, Xudo asrasin. Ota-onaning hurmati farzand ustidagi haqqi to'g'risidagi oyatlar, hadislar, islomiy hikmatlar, musulmonlar hayotidagi tajribalar, dunyo tarixida bu borada misli ko'rilmagan oliy maqom narsalar ekanini ma'lum va mashhurdir. Baroat surasida, Tavba surasida Alloh taolo nabiy, payg'ambariga va mu'minlar uchun do'zax egalari ekani ayon bo'lgan mushriklarga agar yaqin qarindoshlari bo'lsa ham istig'for aytishlari durust emasdir deyapti. Yuqoridagi oyati karimada Xudoy taolo ota-onaga mehribonlik qanotini oyog'ini tagiga to'shab, xokisorlik bilan xizmat qilishligini buyurayotgan bo'lsa, endi u yuqorida kecha aytgan o'qiganimda buni tushunmadinglar, hali buni sharhini o'qiymiz dedim, ana endi shu yerga keldik.
Endi keyingi oyatda Xudoy taborak va taolo nabiy va mu'minlar uchun do'zax egalari ekani ayon bo'lgan mushriklarga agar yaqin qarindoshlar bo'lsa ham istig'for aytishlar durust emasdir. 113-oyatda aytayapti. Ma'lumki, yaqin qarindoshlar ro'yxatida birinchi boshda ota-ona, bu oyatdagi amirga binoan ota-ona mushrik bo'lsa, farzand ularga istig'for aytishligi mumkin emasdir, deyapti. Mushrik. Mana bu masaladan bitta narsa chiqadiki, hozir g'ayri dinlardan islomni qabul qilayotganlari bor, qilganlari bor. Musulmonchilikni qabul qilganlari bor, lekin ularning otasi islomda emas. Tirik bo'lsin, o'tgan bo'lsin, islomdan tashqarida g'ayri din holat. Endi ularda namoz o'qiladi. Namozimizda esa o'sha namozimizning oxirida mustahab duo bor. Allohumma ma'firli val validayya val jamil mu'mina val mu'minat val muslimina val muslim. Duo bor. Endi ular qanaqa qiladi buni? Xudoy taolo bu yerda eng yaqin qarindoshing bo'lsa ham u mushrik bo'lsa, ya'ni do'zaxiy ekanligi ma'lum bo'lsa, mushrik bo'lsa unga istig'for aytmagin, deyapti. Demak, ana shu insonlar mana shu joyga kelganda Alloh val validayyani qo'shmaydi. Mumkin emas qo'shishlik. Chunki ularning ota-onasi shirkda o'tib ketgan. Allohumma ma'firli val mu'minina val mu'minat val muslimina val muslimat deb duo qilishlik kelib chiqadi mana bu so'zda. Chunki hatto payg'ambar alayhisolatu vassalomga ham taqiqlanganda o'tgan otalari Abdulloh, onalari Ominani haqlariga istig'for so'rashlikni Xudoy taolo man qilgan. Payg'ambarga man qildimi, bu yoqdagi insonga kimga ruxsat bo'lishligi mumkin? Mana mushriklik shu darajada yomonki, hatto o'tgandan keyin ham ularning haqqiga islomda mag'firat so'rashlikka ruxsat yo'q. Mushriklikdan shuning uchun qochish kerak. Hazar qilishlik kerak, ehtiyot bo'lishlik kerak bu narsadan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ruxsat yo'q ekan, boshqalarga bo'lmasligi aniq gap. Mo'min musulmonlarga mushriklar uchun istig'for aytish joiz emas. Hatto yaqin qarindoshi bo'lsa ham, ular mushrik bo'lgani uchun do'zaxga tushishi ayon bo'ldi. Do'zaxga tushishi ayon bo'lib turgan mushrik ota-onasi bo'lsa ham istig'for aytish mumkin. Mo'min musulmon odam uchun durust emasdir. Lekin bu dunyoda musulmon farzand hattoki mushrik ota-onasiga ham yaxshilik qilaveradi. Vodiyda bir Yahudi dinidan islomni qabul qilgan bir inson bo'lgan ekan, ustozlarimiz aytib beradilar. Otalari qaytmagan, Yahudi dinidan qaytmagan o'sha e'tiqodda, lekin o'g'illari musulmon bo'lib islomni qabul qilganlar. Har juma borib ziyorat qilar ekanlar. Har juma o'sha bozor o'charlarni qilib, ro'zg'orlarni qilar ekanlar, kiyim-kechak olar ekanlar, olib borar ekanlarda ziyorat qilib, yaxshi o'tiribsizlarmi, kamchiliklar yo'qmi? Aka, endi bolam biz bilan o'tir yey desa, yo'q, menga sizlar bilan birga dasturxonda o'tirib ovqat yeyishlikka ruxsat yo'q. Agar biror bir hojat bo'lsa, xizmatingizni qilaydi, lekin meni birga ovqat yeyishlikka talab qilmanglar deb iltimos qilib uzr so'rab ketar ekanlar. Mana shuni aytilyapti deb aytdi. Dunyoda men mushrik bo'lsa ham ota-onaga yaxshilik qilinaveradi, xizmat tashlab qo'yilmaydi endi mushrik deb. Lekin hozir ba'zi bir insonlarni ko'rdik, namoz o'qimayotgan otasini kofirga hukm qilayotganlar bor. Onasini kofirga hukm qilganlar bor. Namoz o'qimaydi. Ota-onam yaxshi, lekin kofirda deyapti. Voy, astag'firullah, nima deyapsan sen? Qayerdan olding bu gapni? Nima kofir? Qani kofirligi bormi? Namoz o'qimaydi. Bunaqa gap yo'q. Payg'ambar alayhisolatu vassalom kim bir insonni kofirlikda ayblasa-yu, lekin o'sha insonda kofirlik alomati topilmasa, kofirlik o'ziga qaytadi deganlar. Ota-onang namoz o'qimayman, kerak emas menga, Xudo yo'q deyaptimi? Yo'q, unaqa deyotgani yo'q. Demak, kofir deb bo'lmaydi u narsani. U inson kofir deb bo'lmaydi, hujjat yo'q uni kofirlikka. Hatto dinimizda kofirni ham kofir deyishlikka ruxsat qilinmagan. Nimaga desa, erta o'shanga Xudoy taolo hidoyat berib musulmon bo'lib qolish ehtimoli borligi uchun kofir deb so'kib bo'lmaydi deganlar. Xudoy taolodan so'rash kerakki, shuni san rozi bo'ladigan, hali avvalgi jumada ustoz aytdilar-ku, Hazrat domla o'shalarga ular haqqiga duo qilishga to'g'ri kelib qo'yadi. Nima qilasa, o'zing rozi bo'ladigan yo'llarga boshlagin deb duo qilib qo'yilaveradi. Hali kuni bir birodarimiz menga murojaat qilib, bir koreys birodarimiz bor, shu bir hadoya qilmoqchi ekan. Haligi bir suhbatingizda bir koreys insonni masjid qurilishiga $4000 berganligini gapirganida shuni eshitdi. Men ham bersam bo'ladimi?
deyapti deydi. Bersa bo'ladi dedim, bersin dedim. Bersin, Xudo rozi bo'ladigan joylarga sarf qilsin. Nima qilsak bo'ladi? Mana masjid qurilyapti, masjid qurilayotgan masjidlarga bersin. Menga berdi, vosita qilib men olib bordim shunaqa. Bu pulni bergan inson kariz. Islomdan emas, lekin kariz. Umidi bor, farzandimning haqqiga duo qildi. Farzandini haqqiga duo qilib bo'lmaydi dedim. Chunki u islomdan tashqarida o'tganda imonsiz. Uni haqqiga duo qilib bo'lmaydi. Lekin duo qilganda Xudoyim o'zing mana shu bandanga hidoyat bergin. O'zing rozi bo'ladigan yo'lga boshlagin. Nimaga? Insonni qilayotgan yaxshiligi, birodarlar, insonni islomga kelishiga sabab bo'ladi. Bir misol, bir sahobiyni aytganmiz, avvalgi dars suhbatlarimizda ham aytgan bo'lishimiz kerak. Bir sahobiy bo'lardi. U islomdan avval iymonga kelmasdan oldin ko'chalarda, shu shahar chekkasida yurar ekanlar. Yurishdan maqsad arablarda odat tusiga aylangan qizini tiriklayin ko'mish odati bo'lgan. Qizni yetaklab, cho'lga olib chiqib ketardi-da, ko'mib kelardi qizini. O'shani poylab yurar ekanda bir inson qizini yetaklab oldini to'sib chiqarar, to'xtatar ekan. Qayerga olib ketyapsan buni ko'mishga? Shu qizingni menga berdir ekan. Menga ber, men voyaga yetkazay, tarbiya qilay, yedirib ichiray. Voyaga yetganda senga xabar qilaman, birortaga turmushga berasan. Yo'q desang, men o'zim ham turmushga berib qo'yiraman deb nechta qizlarni o'limdan asrab qolgan ekan. Yo Rasululloh, lekin bu xizmatim islomdan oldin edi, iymondan oldin edi. Shunga ham ajr olamanmi desa, mana shu ishingdan Xudoy taolo xursand bo'lganligi uchun senga iymon beribdi degan ekanlar. Yaxshiligi bor. Endi bu yerda ota-ona mushrik bo'lsa ham ularga yaxshilik qilib turishlik bizning farzandlik burchimiz ekan, lekin ularni haqqiga istig'for so'ra. Islomda shunday tarbiya borki, qo'shniz g'ayri din. Mana etajli domlarda ko'p bunaqa qoldi, g'ayri din. Biri o'lib qoldi. Nima qilasiz endi? Qo'shni sifatida qo'shnida haqqi bor, borasiz, ta'ziyanga sherigimiz deysiz, lekin o'tda tilovat qilib unga Qur'on o'qimaysiz. Qo'shnichilik haqqini ado qilib qo'yasiz. Shoyatki mana shu amalimiz bilan uni qalbini islomga moyil qilib qo'yish ehtimoli ko'p. Bunaqa sabablar, bunga sabab bo'lganlar ko'p. Hayotiy misollar juda ham ko'p. Faqat bizning musulmonchilikning bir fazilatini ko'rsatamiz xolos. U yerga borib uni o'tgan otasiga, mushrik otasiga istig'for so'raymiz, duo qilmaymiz, lekin qo'shnichilik haqqi ta'ziyaga borib qo'yamiz. Bu ma'nodagi hadislar kelasi bobda ham keladi. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhuning birinchi oyatni ikkinchisi nas qilgan deyishlari, birinchi oyatdagi yaxshilik haqidagi amr hayot chog'idagi insoniy aloqalarga tegishlikdir. Ya'ni ota-onaning oldida hokisor bo'lgan, ularni oldida kamtar bo'lib xizmatini qilgan, u birinchi oyat, Isro surasidagi oyatga tegishlidir. Keyingi oyatda iymon, e'tiqod va oxirat mag'firatiga tegishli emas. U kishining nas qilgan degan so'zlarda ikkinchi oyat birinchisini butunlay amaldan qoldirgan deb tushunmaslik kerak deyapti. Demak, do'zaxiyligi ma'lum bo'lgan mushrik ota-onalar eng yaqinlari bo'lsa ham ularga istig'for so'ralmaydi degan ma'nodan ularga yaxshilik ham qilib bo'lmaydi degan narsani tushunmaylar deyapti. U alohida dunyodagi. Lekin bu oxiratdagisi bo'lgani uchun uni istig'for alohida, unga tiriklik paytda qiladigan yaxshilik alohida. Mana shuni farqiga tushunib olinglar deyapti. Xudo xolasa keyingi bobimiz 13-bob ekan, mushrik ota-onaga yaxshilik qilishliklardagi bob ekan, katta hadis ekan. Inshaalloh kelasi suhbatlarimizda yana bir qancha dalillar, sahobiylar hayotlarida misollar kelgan ekan. Inshaalloh Alloh qodir qilganicha o'rganaveramiz, o'qiymiz, eshitamiz, hayotimizga tatbiq qilamiz. Inshaalloh najotimiz shu. Najotimiz shu. Hali bir zot bo'lgan ekanlar, ulug' zot bo'lgan ekanlar, shuni bir g'ayridin so'kkan ekan. Musulmon it degan ekanda. Musulmon it degan ekanda. Allohga shukr, islom kelib, islomni qabul qilib itday bo'lib qoldik, bo'lmasa itdan ham battar edi degan ekan. Gap qiling. Itdagi vafodorlik birorta mo'minda yo'q. Birorta musulmonchilikda yo'q. Musulmon qila olmaydi. 10 ta sifati bor deganda, shuni hayotga tatbiq qilgan inson to'ppa-to'g'ri jannatga kiradi deganlar Hazrat Ali. Itdagi sadoqat, vafodorlik,
u yo'q bizlarda. Itimiz bizlarni suyagimizni yeydi. Qurib qaqshayotgan 2 soat, 3 soat qaynagan sho'rimizdagi iligimizni uni ham bo'lsa anda qilib qoqib, haligi iliklarni olib quruq suyagga tashlaymiz. Bechara kecha kunduz eshigimizda qo'riqlaydi. Hech xiyonat qilmaydi, so'ksak ketib qolmaydi. Biz shuncha dunyoning ne'matlarini yevaryapmiz-da, o'sha roziqimizga itchalik vafoyimiz yo'q-da bundoq qaraganda. Islom insonni inson qiladigan islom birodarlar. İnsonni jannatga olib kiradigan islom birodar. İnsonga azizlik tojini kiygizadigan, qadr qiymatini beradigan islom. Undan boshqa biror bir joyda islomsiz najot yo'q birodarlar. Allohga hamdlar bo'lsinkim, bizlarni o'zini haq diniga, eng suyukli payg'ambari yo'liga hidoyat qilib qo'yibdi. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin ya robbil alamin. Jamoatimizda hozir bo'lib turgan bu azizlarimizni son qadamlariga ajr bergin, xonadonlariga ro'shnolik, farovonlik, to'kinchilikni ato qilgin, mushkuli borlari borni mushkulini oson qilgin, qarzdorlariga najot bergin, bemorlari bo'lsa shifo bergin, o'tgan otalarni, o'tgan onalarni, yaqinlarni, ahli ayollar, jigarlardan, farzandlardan o'tganlarni rahmat qilgin. Bugun asrdan kelgan janozalar o'qilgan mana mahallamizdagi onaxonimizni rahmat qilib, oxiratlarini obod qilib, mana shu yonimizdagi qabristonda yotgan barcha marhum marhumalarni yotgan qabrlarni jannat bog'chalaridan qilgin, xatolarini kechirgin, biz xoli hayotlarni Allohim islomga hidoyat qilgin, amallarimizni go'zal qilgin, Xudoyo xulqlarimizni san rozi bo'ladigan xulqlar bilan xulqlantirgin, Rasulingning siyrat va sunnatlariga amal qilishlik baxtini nasib qilgin. O'zingning eng sevimli bandalaringdan bo'lishligimizni nasib qilgin. Xudoyo qilayotgan ishlarimizdan, qilayotgan kardikorlarimizdan, qilayotgan xatolarimizdan tavba qildik. Allohim shuncha shaytonni xursand qildik, nafsimizni rozi qildik. Endi bundan buyoqda faqat seni rozi qilishligimizni nasib aylagin. Uzoq yaqindan mana hatto Sirdaryolardan kelgan birodarlarimiz bor. Parvardigor safarlarni bexatar qilgin. Mana shu jamoatimizda tabarruk yoshdagi otalarimiz borlar. Xudoyo baxtimizga uzoq yillar piru badavlat bo'lib duogo'ylarimiz bo'lib, bular farzandlariga go'dakligida qandoq mehribon bo'lgan bo'lsalar, keksalik chog'larda faqat o'zing mehribonlari bo'lgin, keksalikni ojizliklardan, xastaliklardan o'zing asragin. Shu yoshda ham Alloh rozi bo'lsin, jamoatimizga kelib fayz berib turibdilar. Bizlar ham shu zotlarni yoshlarga yetganda birovga muhtoj bo'lmagan, birovga suyalmagan holatda o'zingning ibodatlaringni qilishni nasib qilib, jamoatimizda uylangan birodarlarimizga solih soliha farzandlar ato qilgin. Uylanadiganlarga o'zing yaxshi ko'radigan juft halollar ato qilgin. Xudoyo hammalarimizni bir masjidda, bir safda o'zingga ibodat qilishlikni nasib qilding, jamolingni ham ko'rishlikda qatordan xato qilmay birga ko'rmoqligimizni nasib qilgin. Allohim bemor ahli mo'minlar dardiga shifo bergin. Hazrat domlarimning dardlariga shifo bergin. Mutavalimiz Qudrat xo'ja birodarimiz allergiya bo'lib biroz betoblar dardlariga shifo bergin. Vanisadadir, xonadonlardadir shifo talab etayotgan barcha mo'min, mo'mina, muslimalarga yo Robbi xazinai g'oybingdan shifoi karam ato qilgin. Qancha norasidalar oqqon, hali 2 yoshga yetib yetmagan 3 yosh Parvardigor otalari, onalari tepalarda shu dardni bolamga berguncha menga bersang bo'lmasmi deb o'tirganlar bor. Yo Robbil alamin, mo'minni mo'minga qilgan duosini ijobat debsan. Yo Alloh shularni dardiga shifo bergin Parvardigor. Farzand dog'ida kuydirmagin bularni. Farzandi orqasidan yig'latmagin Parvardigor. Shularni hammasiga shifo bergin. Farzandlari safarda yurib, qalbida sog'inchi borlar bor. Xudo safarlarni hozir qilgin. Ichimizda, oramizda Xudo bir haloldan rizq bersang, otamni, onamni hajga olib borardim deganlari bor. Xudo hammalarimizni maqsadlarimizga yetkazgin. Allohim jamoatimizni fayzini mundanda ziyoda qilgin. Oqibatlarimizni xayrli qilgin. Xudoyo faqat sen rozi bo'ladigan amallarga bizlarni muftalo qilib qo'ygin. Xudoyo seni yaxshi ko'ramiz. Bizlar ham seni yaxshi ko'radigan bandalaringdan bo'lishlikni bizlarga nasib aylagin. Bilmaganlarimizni bildirgin, bilganlarimizni amalini oson qilgin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi. Tunimiz xayrlik, rizosida, zikri bilan Rasulullohni tushlarimizda ko'rgan holatda o'tkazishimiz nasib qilsin. Allohu akbar.